Chuchvara tayyorlash sabr va mehr talab qiladi. Qani ketdik. Bismillah. Muslim oshxonamizning chuchvarasining siri pokiza va halolligida. Tayyor chuchvaramiz endi pishirish jarayoni bizdan uzoqlashmaydi. Chuchvaramiz tayyor. Chuchvaramiz odatdagi chuchvaralardan emas, oxirigacha ko'ring. Hamma joyda chuchvaralar bir xil ko'rinishda, lekin Muslim oshxonasida 3 xil ko'rinishda. Qani tatib ko'ramiz. Bismillah. Bismillah. Chuchvarani sevuvchi do'stlarimizga yuborib qo'yamiz.